O'zbek Amerikada ham o'zbekda mashq o'ynaylarni zakaz berishdi. 7 yoshga dedilar. Ikkita bir xil, faqat rozoviy bo'lmasin, no Barbie stilda bo'lsin, bir xil rang bo'lmasin dedilar. Bittasini sariq, bittasini fistashka qildim, chunki qolgan hamma detallarni o'zimga ishondilar. Zo'r chiqdi qizlar. Rosa pishni chiqdi. New model e'tibor beringlar, lekin maslik aytib bermoqchi bo'lgan narsam bundan ham qiziq. Xullas, bu opajon shunaqa zo'r sarpala qilib, chiroyli ko'ylaklar oldilar. Mendan yana keyin chaqaloqga yana kiyimlar olar ekanlar-da. Nima qilar ekanlar bilasizlarmi? Amerikaga, okeandan suzib, uchib o'tib, okeandan uchib o'tib Amerikaga borib o'g'ilda o'qib kelar ekanlar. Voy xudo dedim, shuncha narsa bilan Amerikaga borib o'g'ilda o'qilasizmi desam, orzu havasim bor dedilar. Yoshsizda hali dedilar. Hali qiz uzating, o'g'il uylantiring, ko'ramiz o'zingizni dedilar. Ha dedim, baxtli bo'lishsin, umri bilan bergan bo'lsin dedim. U ichimda o'tdi-da, Amerika nima bo'pti dedim. Bizni Marsga borib yashashni boshlasak ham o'zbekmiz-ku, irim-sirimlarimiz, tadbirlarimiz, yig'inlarimiz, to'ylarimizni ko'tarib ketamiz-da o'sha